Mana bu narsani so'raganlar uchun atay magazinga keldim, Andijon shahriga. Xuddi mana shu ko'rib turgan narsalar mana shu joydan sotib olingan. Bu yerda har xil ko'rinishda bor ekan. Ma'lumotlarni magazin Assalomu egasidan alaykum olamiz aka, endi. yaxshimisiz, salomatmisiz? Nimalar bular? Aka, bu mini pakrushlar to'g'ridan-to'g'ri Xitoy davlatidan keltirilgan. Bularimiz elektrga ishlaydi. Bitta to'liq zaryad bilan 7 soatdan 8 soatgacha ish qila oladi. 5 soatda to'liq zaryadga oladi. Aha. Og'irlik ko'tarishimiz 500 kilodan 600 kilogacha. Necha xili bor buni? Buni hozir 2 xili bor. Kichkina minisi bor, bu kattarog'i bor. Bu yashili kichkinasi. Va bu yashili kichkinasi, bu kattarog'i. Xo'p, buni keyin dizelli varianti bor. Bu nay tomon turibdi. Mana bunisi. Ha, bu dizelli varianti. Qancha ichadi? Bu soatiga 3 litr ichadi. Ekonomist 3 litr ichadi. Ko'tarishi lekin bir xil. 600. Funksiyalari nimalar qiladi? Xo'p, kara bo'la oladi, pakrushli bo'la oladi. Shu og'riqni yengil qiladi. Qishloq xo'jaligida, chorvachilikda, shlaka bo'lish uchun juda qulay narsa. Hozir haligi savdo markazlari bor, haligi Kozmay magazinlarda metapusoy lavabo yuklash uchun juda qulay narsa chiqib qoldi bu narsa. Ha, mana karalar bor ekan, qaranglar. Buni olib tashlasa, bu yuk ko'tarsa bo'ladi. Ha, yuk ko'tarsa bo'ladi. Bunisini kavushini qo'yib olsa, metapusoy, chorvachilik shularga ishlatsa bo'ladi. Narxi necha pul? Buni narxini $3800 qilib beramiz. Bo'ladigan-a bu? Bo'ladigan $3800. Nurli karvondanman desa-chi. Nurli karvondan bo'lsa chegirmalar bo'ladi. Mana bu kichkinasining narxi necha pul? Buni kichkinasi narxi chegirmaga tushgan $2800 dan qilib beramiz. Nurli karvondan kelsa arzonroq yana. Arzonroq qilib beramiz. Mana bunisi-chi. Bunisini ham oq bilan bir xil narxi $3800 qilib beramiz. Demak, kafolatchi buni qanchadir ishlashiga, yurishiga bo'ladimi? Ishlashiga kafolat beramiz. Shuncha soatlik hali birontasidan muammo kelgani yo'q. Hamma zapchastlari bor, enshasi. Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo. Farqi yo'q. Bitta orqali boshqa pochta orqali chiqarib yuboramiz. Zapchastlar nima bo'lsa, muammo bo'lmaydi. 15 yillik tajribaga egamiz. 15 yillik tajriba. Qisqasi, bundan tashqari yana libo ishlab chiqarishga dastur. Hamma turdagi restoran оборудованияsi, masla bo'ykamiz bor, shlaka blogimiz bor, tegirmon, majvoz, keyin sholachilik bilan shug'ullanuvchi akalarimiz uchun ajvozlarimiz bor. Ikkinchi etajimizga chiqamiz endi. Bizda yana novvoychilik, konditer bilan shug'ullanuvchi opa-singillarimiz uchun, qassobchilik bilan shug'ullanuvchi akalarimiz uchun hamda fast food biznesini boshlovchi akalarimiz, ukalarimiz uchun hamma texnikalar mavjud. Bizda yangilik bo'lgan kofe markalar, kofe apparatlarimiz ham bor. Eng oxirgi brendlarni olib kelib qo'yganmiz sizlar uchun. Keyin bizda sezonga mos biznes marojnoy apparat, frezerlar ham mavjud. Barcha turdagi kichikdan tortib katta apparatlargacha bizda xarid qilishingiz mumkin. Sizlarni Hosn savdo markazida kutib qolamiz.